Assalomu alaykum Oybegim opa. Erta tug'ruqlar to'g'risida bizga bugun qisqacha ma'lumot bersangiz, albatta tomoshabinlarimizga foydali bo'lardi. Albatta bu erta tug'ruqlar o'zi nima? 37 haftalikdan 41-6 kungacha bo'lgan homiladorlik bu normal tug'ruq hisoblanadi. 37 haftagacha bo'lgan tug'ruqlar bu erta tug'ruqlarga kiradi. Ya'ni 22 haftalikdan 37 haftalikgacha bo'lgan tug'ruqlar erta tug'ruqlarga kiradi. Erta tug'ruqning asosiy sabablari nimada? Erta tug'ruqlarning asosiy sabablari bu homiladorlikdagi stress holatlari hisoblanadi. Ikkinchisi shu homilador ayoldagi ekstragenital kasalliklar hisoblanadi. Homilador ayoldagi chanoq a'zolarining infeksiyalari muddatdan oldingi tug'ruqlarni beradi. Shu bilan bir qatorda homilador ayollardagi endokrin kasalliklar erta tug'ruqlarni kelishiga sabab bo'ladi va bachadonda nuqsonlarni bo'lishi bu erta tug'ruqlarga olib keladi. Ayni qanday belgilar erta tug'ruq xavfini bildiradi? Erta tug'ruqlarning eng asosiy belgilari bu birinchi o'rinda o'sha homilador ayoldagi beldagi, qorin pastidagi muntazam ravishdagi og'riqlar hisoblanadi. Tug'ruq yo'llaridan suvli ajralmalar, qonli suv aralash ajralmalarni kelishi va asabiylashish hisobiga bu og'riqlarni kuchaytirib berib, tug'ruq muddatlarini tezlashtirib berish holatlari kuzatiladi. Ayni mana shu erta tug'ruqning oldini olish uchun ko'proq nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Homilador ayollarni vaqtida homiladorlik ro'yxatiga olish, doimiy o'sha o'zining shifokori va akusher ginekologi nazoratida bo'lish, agar ekstragenital kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, ularni vaqtida davolash ishlarini olib borish homilador ayolga to'g'ri yondashib, kerakli maslahatlarni bergandagina biz erta tug'ruqlarni oldini olgan bo'lamiz. Erta tug'ilgan chaqaloqlarimizda qanday muammolar yoki nuqsonlar bo'lishi mumkin? To'g'ri savol berdingiz. Erta tug'ilgan chaqaloqlarda ko'pincha vazn kamligi, chunki muddatigacha yetib bormaganligini inobatga olib, normal tug'ruqda o'sha chaqaloqning vazni 2,5 kilodan 3,5 kilogacha bo'ladi. Va bu chala tug'ilgan chaqaloqlarda vaznlari 1,5 kilo 500 grammdan 2 kilo 500 grammgacha bo'lgan holatlar kuzatiladi va infeksiyalarga tez chalinib qoladi. Chaqaloqni o'pkasidagi surfaktant sistemasi yetarli darajada bo'lmaganligini inobatga olib, ko'pincha bu chaqaloqlarimizda yuqori nafas yo'llarining shamollashlariga tez beriluvchanligi va tug'ma nuqsonlar aniqlanganligini kuzatiladi. Oybegim opa, mana shu erta tug'ruqning oldini olish maqsadida onalarimizga qanday tavsiyalarni berasiz? Erta tug'ruqlarni oldini olish maqsadida men onalarimizga beradigan maslahatim quyidagilardan iborat. Birinchi o'rinda o'zlarining sog'liklariga yetarli darajada e'tibor berib, shu bir yilda 2 marta tibbiy ko'rik bo'ladigan bo'lsa, tibbiy ko'riklardan o'tishlarini tavsiya qilardim. Homilador bo'lganlardan so'ng esa yana aytaman, o'sha oila shifokori, akusher ginekolog, tor doiradagi mutaxassislarimiz nazoratida bo'lib, doimiy maslahatlarni olib borishlarini maslahat bergan bo'lardim. Va sog'lom turmush tarziga rioya qilgan holda shu tabiiy mahsulotlardan ko'proq iste'mol qilib yurishlarini maslahat bergan bo'lardim.